uyingizda nima uchun tez svet o'chyapti? Sababini bilasizlarmi? Yoki bu apparat yo'q, yoki mana bu apparatlardan yo'q. Bu nima vazifani bajaradi? Bu stabilizator. Tok balandga pastga tushgan payti svetingiz o'chib yoki qaysidir apparatingizni kuydirishi mumkin. Ya'ni bo'lishi mumkin televizor kuyib qolishi mumkin, bo'lishi mumkin xolodilniklar kuyib qolishi mumkin. O'sha uchun stabilizatorlar qo'yiladi. Aslida duh konturli kotellarda e'tibor bersanglar, stabilizator qo'yishgan bo'ladi. Sababi kuyib qolmasligini oldini oladi. Tok baland bo'lib ketsa ham, past bo'lib ketsa ham bu o'rta qilib 220 volt berib turadi. O'sha uchun apparatinglar, ya'ni duh konturinglar buzilib qolmaydi tez. Agar bo'lmasa, qo'yib olishinglarni maslahat bergan bo'lardik. Bu yerda 500 vatligini 40 dollarga olib ketishingiz mumkin. 2 kilovatligini 55 dollarga, 3 kilovatligini 86 dollarga, orqasida ham har xil variantlari bor. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin 5 kilovatli 142, 10 kilovatligimiz 182 dollar, 242 dollarga 15, 20 kilovatligini 295 ga olishinglar mumkin. Bu yerda eng kattasi bahaybati bor. 45 voltga past, 45 volt past tok bo'lsa ham 220 stabilni qilib beradiganimiz, 280 bo'lib ketadigan bo'lsa ham tokingiz 220 stabilni ushlab beradi. Narxi 580 dollar. Bular releli. Yo'q, aka, menga laterni kerak deydigan akalarimiz uchun EPAdan 1 yil garantiyasi bilan, ko'chma servisi bilan sizlarga taqdim qila olamiz. Ko'chma servis nima degani? Buni ko'tarib servisga bormaysiz, servisni o'zi uyingizga borib 3 kun ichida mana shu apparatlarni ko'rib beradi. Baribir texnika nobog'da buzilib qoladigan bo'lsa deb aytayapman. 140 dollarga 5 kilovatli, 220 dollarga 10 kilovatli, 15 kilovatliga 253 dollar. Bu yerda 20 kilovatligini 473 dollarga olishingiz mumkin. Agar ko'proq olaman deydigan bo'lsangiz, kelishtirib ham beramiz. Endi yo'q aka, bulari ham kerak emas, menga eng zo'ri kerak deydigan bo'lsangiz, eng zo'ri deganda endi ularni yomonlamoqchi emasman. Stabilizatorlarning 3-avlodi bu semestrli stabilizatorlar bo'ladi. Semestrlilar kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konimizda Skat brendidan, ya'ni rossiyskiy brenddan ko'rishimiz mumkin. Narxlari 11 million 220 taligini olishinglar mumkin. Bu yerda yana stupenkalari bor. 9 million 510 milli variantlari. Bu yerda 7 million 820, 5 million nima uzr, 9 million 510 ming so'mga bunisini olishingiz mumkin. Bunda nima bor? Agar shu stabilizatorni deb nimadir uyingizda yonadigan bo'lsa, 500 million so'm kompensatsiya, endi xudo ko'rsatmasin, o'zini mana bu sug'urtalangan 500 million so'm olishingiz mumkin. Bu yerda har xil variantlar bor. Endi bunisiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda dvijoklarning xilma-xil varianti. Bizda dvijok deydi, generator deymiz, xilma-xili bor. Mana ko'rishimiz mumkin do'konda. Xo'p, 180 dollardan boshlanadi, dvijoklar tepaga qarab ketadi. 180 dollarga bu 3 kilovatli bo'ladi. 2,5 millionga ham aytgancha bor. Mana bilan 2,5 milliondan. Xullas, hammasi ovoziga, sifatiga, garantiyasiga qarab o'zgarib boraveradi. Kattalar kerak bo'ladigan bo'lsa, kattalaridan ham bor. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasiz, fikringizni izohlarda qoldiring. Siz qaysi apparatlardan foydalangansiz? Buni ham yozib keting kommentariyada. Sog' bo'ling, ko'rishamiz.